Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Juda ham ko'p insonlar tabiiy asal so'rashadi. Tabiiy asallaringiz bormi deyishadi. Mana hozir o'zimiz paskamizga kelganmiz. Mana bizda asallarlar, mana ish jarayoni. Asal olishni xudolasa boshlab yubordik. Tabiiy asal qanday bilsak bo'ladi deyishadi. Hozirgi kunda qiyom asallar juda ham ko'payib ketishgan. Asallarni agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, asalni toza asalni qanday yo'lini bilishni. Sizlar haqida savollaring bo'ladigan bo'lsa, bemalol direktda yozib qolishlaring mumkin. Agar tabiiy asal kerak bo'ladigan bo'lsa, ham bemalol yozib qoldiringlar. Tabiiy asalimiz bor. O'zbekiston bo'yicha dastavkani ham qilib beramiz. Mana hozir tog'li zonaga olib kelganmiz asallarimizni. Mana bolalar ishlashmoqda. Ana tabiat qo'yini.